أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa el-allama el-muhakkik el-mufassir Ebul Barakat en-Nesefi rahimahullah yazgan Medalikut Tenzil ve Haqaiqut Te'vil namlıq Tefsir en-Nesefi degan isim bilan mashhur bo'lgan tefsir kitabıniki Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresideki 5. ayet Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun degan kavliga keldik. Bugün şu Allah Azze ve Celle'nin şu kavliniki tefsirini kılımız. Allah Azze ve Celle bu ayet kelime deydi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Allah Azze ve Celle bizge Kur'an-ı Kerim'nin bu uluq mükemmel kitapının g'aybga iman aytadigan, namaz o'qiydigan, zakat beradigan, Qur'onga Peygamber sallallahu alayhi vasallam Qur'onga iman aytadigan ve ilgili tamavi kitaplarga iman aytadigan muttaqilarga hidayat bo'lgan bir kitap ekanligini so'zlab, uning oxiridagi xulosasini beklab aytdiki, ana shular yuqorqi 5 xil sifatli kishilar, ya'ni o'zi muttaqi bo'lgan, yani 5 xil sifatli muttaqilar, yani g'aybga iman aytadigan, namaz o'qiydigan, zakat beradigan, Qur'onga iman aytadigan va samoviy kitoblarga iman aytadigan bu 5 xil sifatli bu muttaqi kishilar, Qur'on bilan hidayat bo'lgan bu kishilar ulaike ala hudan min rabbihim. Ularning Parvardigori tarafidan bo'lgan katta bir hidayat ustidadir. Faqat ashularla nijot topquchilar. Nijot oxiratda nijot topadiganlar faqat ashular shu degan mushu oyat kalimani Alloh taolo nozil qildi. Mushu haqda bugun tadqiqot olib boramiz. Allah Azze ve Celle'nin ulaike ala hudan degan qavlanda. El cümletu, yani bu cümle ulaike ala hudan degan bu cümle fi mevdi'ir raf'i, yani raf'inin o'rnida. Yani asli bu, yani mahallen merfu deymiz. Yani grammatikalik o'rni, grammatikalik bağlanışı raf'i, yani peş. Nima chiqadi desa, in kana allazina yu'minuna bil g'aybi, agar allazina yu'minuna bil g'ayb mubtada bo'lsa. Biz başdagi musannifdagi başdagi tarkib aytgan tarkibi bo'yicha alif lam mim zalika mubtada, el kitabu xabar, la rayba fih ikinci xabar, hudan lil muttaqin üçüncü xabar desek, bu chaqda allazina yu'minun öz adıga cümle istinafi bulup, yeni cümle bulup, ellezine yu'minuna bil g'ayb mubtada buludu. Undan keyin kelgan hammasi shu mubtadaliki ism mavsulning siylari bu atf bulup, mubtadaning o'rnida buludu. Bunun xabari ulaike ala hudan degan shu ellezine yu'minuna bil g'ayb degan ism mavsul avvalniki birinchi ism mavsulning xabari buludu. Xabari buludu. Ve illa fela mahalle laha. Agar bu ulaike ala hudan, agar da mushu nimaniki ilgirki ellezine birinchi ism mavsulniki xabari bo'lmasa, buniki ilgirki cümle bilan grammatikalik bağlanışı yok. Fela mahalle laha degan gap, buni i'rob jihatda ilgirki cümle bilan bağlanışı yok. Ve yecuzu en yecliyel mevsulu el-evvel alel muttaqin. Emde birinci ism mevsul muttaqinaga jari bo'lishi, ya'ni birinchi mevsul muttaqilarning sifati bo'lishi. Ve yertefi as-sani alel ibtida ve ulaike xabaruhu. İkincisi mubtadalıkka binaen, ikinci isim mevsul mubtadalıkka binaen peş bo'lishi, yani mahallesi merfu bo'lishi. Ve ulaike ikinci isim mevsulunun vellezine yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik degan ikinci ism mevsulunki xabar bo'lishi ham joiz bo'ladi. Yani birincisi muttaqinning sifati bo'ladi. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi ve yuqimuna as-salata ve mimma razaqnahum yunfiqun tugidi, sifat mevsul tugidi. Vellezina yu'minun bu ibtida, allazina ism mevsul mubtada, yani ism mevsul o'zining siylasi bilan qo'shib mubtada. Undan keyin buning xabari ulaike ala hudanning xabari. Bunda bo'lishi ham joiz. Endi birinci ma'noda qilingan chaqda ma'no umum bo'ladi. Birinci ma'noda, ya'ni allazina birinci ism mavsulniki xabar bo'lsa, maulaika u chaqda shu Qur'on
hidayet kıladigan muttaqilar bolsa, bu sifatlik muttaqilar Parvardigar tarafından bu hidayet üstüdedir. Fakat şularla necat tapıdı degan ma'ni chiqadi. Ammo ikkinchi tarkib bo'yicha uni ma'nosi uchoqda ve yuc'alu ihtisasum bil huda vel falah. Yani ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun deb faqat shularla hidayet ustida, shularla necat topquchi deb ularni xos qilishning o'zi ularning ixtisosi hidayatga va necatga bo'lgan ularning xosligi ta'lidan bi ahli kitab allazina la yu'minuna bi nubuwwati rasulullah. Rasulullahning payg'ambarligiga iymon etmaydigan kitabilarga bir gap daratmalash bo'ladi. Nima deb gap daratmalash? Yani vehum zannun ula biz hidayet üstüde deb gumon qiluvchidir. Va Alloh taolaning dargohiga nijotlikka yetishni tamma qiluvchidir. Ammo ularga gap daratmas shu gap darbiyatiga daratmalaydigan gap, furtadigan imo qiladigan gap shuki, hidayet topquchilar Yahud Nasrani bo'lganlar jannatga kiradi, ularning boshqasi kirmaydi. Faqat shularla hidayet ustida, faqat shularla ahiretga nijot topquchilar degan shularning shu xato gumoniga raddiya. Necat topquchilar faqatlam kimlar necat topquchilar bo'lsa, bu yerdagi bu necat topquchilar bo'lsa faqatlam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'onga iymon etgan va ilgari samoviy kitoblarga iymon etgan shularlar necat topadi. Ammo ilgari samoviy kitoblarga iymon etib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'onga iymon etmasa bular necat topolmaydi degan ma'noda bu demakchi. Ikkinchi xato tarkibda. Birinchi xato tarkib umumlik yaxshi jihatda. Ve ma'na al-isti'la. Isti'laning ma'nosi nima? Isti'laning ma'nosi hamda yani isti'la degani yani ulaika ala hudan min rabbihim degandagi ulaika ne so'zlab bo'ldik hamda ala hudandagi alaning ma'nosi asli alaning ma'nosi lug'atga ma'nosi ustida degan bo'ladi. Yani kitob masalan al-kitabu ala at-tawilati desam kitob tavila yani partining ustida, shiraning ustida degan bo'ladi. Bu yerdagi alaning lug'at ma'nosi ustida. Ammo bu yerdagi ala hudan degan gap, yani demak asli bu ala degan üstünlük degan yani bir moddaning ustida ekanligini ko'rsatgan narsa. Ammo ma'naviy narsa ishlatilganda u joqda tamakkun ma'nosi chiqadi. Tamakkun. Yani o'rin elish, qaror elish va ching tutish degan ma'nolarni ko'rsatadi u joqda. Va ma'nal isti'la bu yerdagi alohudandagi ala isti'laning ma'nosi alohudandagi masalun litamakkunihim minal huda va istiqrarihim alayhi va tamassukihim bihi. Yani ularning hidayatdan o'rin og'irligiga hidayet üstüde karar ağırlıkıga ve hidayetini çın tutkallıkıga bir mesel bu. Bir mesel bayan kılıp okuştuştur. Kayda kılıp bize bihaythu şubbihat halum. Yani şunda kılıp ki yani ulanın hali bir nersinin üstüge çıkıvagan ve onu minivagan adamın halitige okuştuldu. Ve nahvuhu. Yani bu mesele okşaş mesela. Mesela bu mesele okşaydıgan mesela. Mesela huve alel hakki ve alel batil dediğin yapma. Mesela o hak üstüdedir. O batıl üstüdedir degan gappa, haq degan üstüge chiqib mingil olmaydi hatta. Batıl üstüge chiqib mingil olmaydi, ammo asli huwa muhiqqun huwa mubtilun degan gapni o'rniga alal haqqi alal batil deb kiradi. Bu chaqda u haqlik, u nahaq igisi, u nahaq ish qiluvchi degan o'rniga agar arabchada alal haqqi va alal batil desa, texim bir balog'atlik ma'no ifodalaydi. Ya'ni u shu haqning ustida degan gap, ya'ni haqni mustahkam tutgan, haqning ustida haqdan o'rin olgan, haqni ching turgan degan ma'noni bildiradi. Amma vaqat sarrahu bi zalika fi qawlihim. Shu ma'noni arablar o'ziniki tuvandagi masal tamsil, maqol tamsillarida masalan uch bayon qilgan. Masalan, ja'ala al-ghiwayata markaba wa amtata al-jahla wa iqta'ada ghalib al-hawa degan buni so'zladi masalan. Masalan, ja'ala al-ghiwayata markaba. Ghiwaya degan ozg'unlik. Ozg'unlikni o'ziga uloq qilib oldi degan so'z. Bu maqol tamsil. Bir odam davomli ozg'unlik ekan. Davomli gumrohlik ekan. Qat'iy to'g'ri kelmaydigan, o'ziga hunar qilib olgan, odatga aylantirgan bo'lsa, buni xuddi bir minib olgan uloq o'qishtiriladi. O'qitish orqali buniki ozg'unlik ustida ching turib olganligini ifodalaydi. Va amtatal jahla degan yani ja'alal jahla matiya degan bo'ldi. Ya'ni johillikni, nodonlikni o'ziga uloq qilib oldi. Bu uloq degan ma'noda. Ya'ni bir narsaning ustiga chiqib minib olgandek xuddi. Endi bir narsa ustida qaralib turib olganlikni shunday arabcha shunday ifodalaydi. Vaqta'ada g'alibal havo degan havo havasi g'alib degan a'la shay, bir narsaning eng ustida masalan. Havo havasining cho'qisiga, havo havasining cho'qisida o'tirib oldi deydi. Bu gapmi nima? Havo havasining keynidan chiqmaydi. Havo havasining keyniga kishat. Havo havasining ko'ngil tortgan narsasi nimada shuni qildigan, shu nafsining sizig'ini chiqmaydigan bo'lib ketdi degan ma'noni bu demakchi. Hamda va ma'na hudan min rabbihim. Hamda
huden min rabbihim. Bunların Perverdigar tarafından bu hidayet degenin manası yani utuhu min indi. Bunlar bu hidayetini Allah'ın dergahından bilildi. Başka bir ulanıki gen ilmi yoki ulanın terbiyeti yoki ulanıki ata-onasi degan hech qanday bir sebeplerden emas, balki Allah tarafidan bilildi bu hidayetni. Çünkü bunda yuqorqidek bunday to'g'ri yo'llarni manganlarniki mukofoti Allah taolo buni hidayet tevfikni bildi. Hidayet ikki xil dedik 5 darsda. Hidayet tevfik, hidayet dilala. Hidayet dilala deganda Qur'onni yo'l ko'rsatdi, payg'ambar yo'l ko'rsatdi, olimlar yo'l ko'rsatdi, to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yish degan bo'ldi. Hidayet tevfik degan-chu, hidayet tevfik degan ya'ni to'g'ri yo'lga selish degan bo'ldi. To'g'ri yo'lga selish. Ya'ni ma hidayet bo'lib keladiganini bu yuqorqi sabablarni qilganlik uchun bu Perverdigar tarafidan bo'lgan ya'ni hidayet tevfik Allah taolo buni kugul içerisinde tutup vakut binasiyatina alel birri ve takva degandek Allah Teala bunu doğru yol silip koydu. Şunun için bir şey bir inç gibi mesela birinci Sure Fatiha'da ihdina sıratal müstakimde müminler nemene tiledi. Hidayetle tiledi. Allah Teala ügütü hidayetle tileşne avval. Onun dikin hudellil muttakin. Zalikel kitabul ali ve fi hudellil muttakin de hidayetinin sebeplerini kılışını. Yani bu hidayetini tileş bile Allah işte toplamaydı. Hidayetin telep olgandan keyin Allah Teala'nın telep olgandan bu kılış gerek. Kur'an'dan ibadet hidayetke başlaydıgan çaraq kendi ayış gerek. Peygamber Efendimiz'in hadislerine ayış gerek. Bunda kılıp sebeplerini kılış gerek. Amellerini kılış gerek. Onun dinkin ahirinden bulunduğu netice. Yani Allah Teala üzünlük aşı dergaydın boğan doğru yolu başlaştığı ibadet. Doğru yolu sırıştığı ibadet. Bu neticini bilirdi o. Çünkü min rabbihim devatıdır. Hem de onu kendinden huden dep ve nukkira huden. Allah Teala'nın huden degen sözü nekire keltirildi. Demiş gazeli liyufide darben mubhemen la yublagu kunhu degen. Bunun tigigi yetkili olmaydigan bir mubhem boğan, mevhum boğan yani mujmel bilgili olmaydigan bir tün ifade. Yani bu acayip bir hidayet. Bu hidayet hiç qanday bir hidayetga o'xshamaydigan. Kannahu qil xuddi ala ayyi hudan qanday hidayet kana bu? Qanday bir hidayet üstüge dese yani acayip bir hidayet üstüge degandek. Ve nahvuhu mesela bunun o'xshashi mesela bunun o'xshaydigan ayetlarniki maqal temsillardagi meseledir mesela. Laqad waqa'ati ala lahmi. Yani bir şairning acayip yakını Batur Pehlivan'ın birisi bir jangda şehit qilib tushib ketadi ekan. Onun degan jang deganda nurg'ulg'an askarlar o'lgandan keyin u yerga quzg'uldi kelib shu o'liklarniki jasadlarini mesela cho'qlashga boshlaydi, taplarını yeyishga boshlaydi. Şu vaqtida bu şair o'ziniki shu yaqin Batur Pehlivan sarkardining o'lib ketganligini ko'rib, qunab turgan qushga qarab laqad waqa'ati ala lahmi. Sen acayip bir go'shtni ustiga qunab qalding ha. Sen qunab turgan bu go'sht yemedip adetdeki normal hayvanatlarning go'shtiga yoki odatdagi normal insonlarning go'shtiga o'xshamaydi. Bu acayip bir go'sht. Bu go'shtning egisi acayip demekçi. Bir şeydi. Yani bir şeydi ki lahminni nekiyle keltirgan xuddi shuningdek hudan degan acayip bir hidayet bu hidayet. Hech qanday bir hidayetga o'xshamaydigan bo'ldi. Ve ulaika humul muflihun. Hamda Allah azze ve celle'ninki ve ulaika humul muflihun degan qavli yani aşularla nicat topquchilar. Yani aşular yani ahirette nicat topadiganlardır. Aşularla ahirette nicat topadiganlardır. Yani muflihunun manisi ez-zafiruna bima talabu. Yani talep qilgan talabiga erishguchilar an-najuna amma harabu. Yani panah tilgan, qochgan narsadan qutulganlar. Muflihunun manisi yani ikki manisi qo'sh manisi var. Yani biri jannatga erishguchilar, do'zaxdan nicat topquchilar degan bo'lmanisi. Fal falah degan arabchada darkul bug'ya degan istakka, arzu armonga yetish degan bo'ladi. Vel muflihu degan el faizu bil bug'ya. Muflih degan şu desa, yani arzu armoniga yetkuvchilar degan bo'ladi. Kaannahu bu xuddi bu muflih degan bu yerda allazi infatahat lahu wujuhuz zafar. Zafarning, g'albining yo'llari ochilib ketgan odamga o'xshaydi. Hamda va tarkibu, am yerdagi falaha degan bu tarkib dalun ala ma'na shaqqi vel fath. Yani bir yerde yani Musa'nın 5'lik ayeti degandek nafaqa deb degandek nafaqa degan gap hammasi nun bilan fa ishtiqoq akbar qoidasi bo'yicha xurujga dalolat qildi deganda nafasa nafaqa deganlar. Bu yerda hamda ma muflihun falaha degan fala bu ishkarib ishtiqoq akbar qoidasi bo'yicha nimaga shaq yer bir narsani yelish etish degan dalolat qiladi.
İştiqoqni biz 4 xil bo'lgan. Bir iştiqoq sag'ir, iştiqoq kabir, iştiqoq akbar, iştiqoq kubbar deb 4 bo'lgan edik. İştiqoq sag'ir degan normal iştiqoq, ya'ni daraba degan bir masdardan, masalan darban degan masdardan daraba, yadribu, idrib, madrubun, daribun, lam yadrib, la yadribu degandek 14 xil 12 sig'ini chiqarish. Bu nima? İştiqoq sag'ir deb ataladi. İştiqoq kabir degani mesela iştiqoq kabir degan mesela cazaba degandek abara ba'ara degandek 3 harf keladi, lekin 3 harfniki tertibi o'xshamaydi. Bu nusxada. İştiqoq akbar degani shu desa, bunda faqat 2 harf keladi, lekin ma'nosi o'xshaydi. Umumiy jihatdan ma'nosi o'xshaydi, 2 harf keladi iştiqoq akbar. İştiqoq kubbar degani mesela hayy ala salani, hayy ala bismillahirrahmanirrahim basmala degandek mesela. Buni iştiqoq kubbar deb ataladi. Biz mishalga iştiqoq akbar demoqchi o'g'limiz. Mana ala ma'na shaqqi vel fath. Mishalda qanday arab tilida fa bilan lam harfi kelib qolsa so'zda bu asa umumiy jihatdan nimaga dalolat qiladi? Ya'ni bir narsani yerish, etish degan dalolat qiladi. Va kaza akhawatuhu. Xuddi shuningdek shu fa'la deb kelgan ism fe'illarniki qilindoshlari. Endi fa'lamlik ismlar hammasi yoki fe'illar nimaga dalolat qiladi? Yerish, etish dalolat qiladi. Fil fa'i vel ayn degan fa'alaning fa'ning va ayning udulisiga degan fa'ala degan fa bilan ayning udul, ya'ni fa'la ha desak fa'lam ikkisi fa'lam kelib qolsa nimaga dalolat qiladi? Etish bilan yerish dalolat qiladi. Masalan, falaqa, falaza, falaya hammasi umumiy jihatdan ma'nolari. Falaqa degan masalan falaqa degan yerdi degan gap aynan. Qul a'udhu bi robbil falaq degan yerilgan tong subhining parvardigori falaq. In fan falaqal bahru desa dengiz yerildi degan gap masalan. Abdu musannaf bizga bu yerda shu ishtiqoq akbar ishtiqoq qoidalarini so'zlab bo'lgandan keyin va deydiki yana bu oyat kalimining va ja'al atfu huna bi khilafi qawli ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim va ulaika hum muflihun degan bu qavlida Alloh taolaniki yana bir oyatdiki Sura Arab'daki 179 oyatdaki ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul gafilun degan ma qavlida nima degan atfsiz kelgan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ana shular hayvonga o'xshaydi. Balki ular hayvondanmi ozg'inroq. Ulaika humul gafilun. Ana shularla g'ofillardir deb va ulaika deb bo'lan kelmagan edi oyatda. Miyada nima chiqib va ulaika ala hudan min rabbihim va ulaika humul muflihun deb bo'lan atf bilan kelib qoldi. Desa li ixtilafil xabaraynil muqtadiyayni lil atf. Atfini taqozo qiladigan ikki xabarning muxtalif bo'lib qolganligi uchundir. Bu yerda Sura Baqaraga Alloh taolaning qavlida atfini taqozo qiladigan ikki xabarning muxtalif bo'lib qolganligi uchundir. Ammo oyat chu desa, ya'ni Sura Arabdagi oyat chu ulayka kal an'am bal hum adallu ulayka humul gafilun degan oyatda nima chiqib atfsiz keldi desa, chunki u yerda g'aflat ularning g'ofillik bilan ularniki hayvonga o'xshish xuddi birlashganlik, bir bo'lganlik, bir uqum bo'lganlik uchun u yerdagi samma degan gap va ittihadul g'aflati va tashbihi bil bahaimi samma. Oyatda ularniki hayvonga o'xshaydiganlik bilan ularniki g'aflati bir ish, bir ma'no. Ammo bu yerdagi ulayka ala hudan min rabbihim degan boshqa o'qum, ulayka humul muflihun boshqa o'qum. Chunki ulayka ala hudan min rabbihim degancha bu dunyoda ular Parvardigor tarafidan bo'lgan hidoyat ustida degani bu dunyoda. Ular maqsadga yetib jannatga erishib do'zaxdan najot topadi degan cho'p oxiratda bo'ladi. Mana ikki dunyo, ikki olam ish. Ammo bu ularniki hayvonotga o'xshaydiganligi, g'ofilligi shu dunyodagi ish. Bir ma'no, xuddi birini bir kuchlantirib kelgandek bo'ladi. Unganidan nima al-atf degan, bir narsa atf qilish degan taqtidi at-tagayyur. Qachon bir atf harf bilan keltirilsa jumlada mazmun, chuqur bu avvalgi mazmun, keyingi mazmun ozroq bo'lsin bir o'xshamaslik borligini talab qiladi, shuni taqozo qiladi shu sababdan. Endi ma bu Sura Arab'dagi Alloh taolaning qavlida fakanati saniyatu muqarriratun lil ula. Ikkinchisi birinchisini, ya'ni ikkinchi jumla, ya'ni ulayka humul gafilun degan ikkinchi jumla
birinci cümleni ulaike kel en'am belhum adal degan cümleni nima ta'kidlovchi, muqarrarlashtiruvchi o'rnida bo'ladi. Fahiyya minal atfi bi ma'zil. Bunda o'rinda atf qilishdan yiroq. Bunda o'rin atf qilib keltirishdan yiroqdir. Va hum am xo'sh, maga masala tugadi. Endi va hum faslun. Alloh taolaniki ulaika ala hudan min rabbihim va ulaika humul muflihun deki hum damir fasl. Yani grammatik qoidasidagi damir fasl. Nima uchun damir fasl qilib keltirdi desa, va foydatuhu bu damir faslning foydasi ad-dalalatu ala anna al-walida ba'dahu khabarun la sifa. Yani damir fasl qilib keltirishning foydasi nima desa, mushu damir fasldan keyin kelgan narsa xabardir. Sifat emas deganga dalolat qilishdir. Yani masalan men bunday desam Zaydunil alimu deb al-alimni xabar, men xabar demakchi, xabarning ma'lum bir maqsad bilan nima keltirib qo'ysam, ma'rifa keltirib qo'ysam, az qoida mubtada ma'rifa xabar nakir kelish kerak, ammo xabarni ma'lum sabablar tufayli men nakir ma'rifa keltirib qo'ysam, shu vaqtida sifat mavsuf o'xshab qoladi-da bu. Zaydunil alim degan olim Zayd deb, ya'ni sifat mavsuf o'xshab qoladi. Shu amma sifat mavsuf o'xshab qolishdan oldini elish uchun o'tirg'a Zaydun huval alim deb damir fasl keltiraman. Bu nahv qoidasidagi maqsad. Endi buniki balog'at tarifidan foyda beradigan tarifi va tavkid. Yani cümlenin mazmununu kuchlantirdi. Ve icabu enne faidetel musnedi sabitatun lil musnedi ileyhi duna gayri. Musnedning foydasi faqatla musned ileyhi g'anam sabitdir. Şunun g'anam xosdir. Onun başkası emas degan ma'noni bildirdi. Bu yerda bu jumladagi ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun degandiki musned ileyhi bo'lsa ulaika ve ulaika degan musned ileyhi. Muflihun bo'lsa musned. Yani musned faqat musned ileyhiga xos. Yani Necat tepish degan bu xislat faqatlam kimga xos ulaika degan yuqorqi ashu besh sifatlik muttaqilarga ham xos. Undan boshqasiga emas degan ma'noni foyda berdi shu hum degan bir damir fasl. Endi av huwa yoki yana bir xil tarkib av huwa tarkib etganda yoki ulaika mubtada masalan hum damir fasl al-muflihun xabar deb mundaq ma'no tarkib etsak bo'ladi yoki tarkib etganda av huwa mubtada. بيدك هو هم المفلحون هم ما مبتدا والمفلحون خبر مبتدا خبر والجمله دي هم المفلحون دي هم مبتدا خبر bu cümle kuşap cümle kamil kuşap haber ulaika degan birinci mubtadaning xabari. Yani ulaika birinci mubtada evvel hum mubtada thani al muflihun xabar ma ikinci mubtadaning xabari humul muflihun degan cümle bir bo'lib ulaika degan birinci mubtadaning xabari bo'ladi. Fandur ki hem de sen ibret gözünü açıp nazar dağlarını açıp qarab bak. Keyfe qarrarallahu azze ve celle et-tenbihe ala ihtisasil muttaqine bineyli ma la yenaluhu ahadun ala turuqin şatta. Qarab bak. Allah azze ve celle muttaqilerge xos qilishqa, muttaqilerden başka hiç kim yetenmaydigan narsaga yetishilan. Yani muttaqilerden başka hiç kim yetenmaydigan narsaga yetishga muttaqilarni xos qilishqa nurg'ulg'an bir qancha o'xshamagan yo'llar bilan eskartganiga qarab bak. Yani Allah Taala ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Fakat aşularla müdahale, aşularla nicat topquchi deb Allah Taala muttaqilarga yetadi bu xislatlarga, muttaqilar yetenmaydi degan shu ma'noni bildirish uchun bir qancha yo'l bilan bizga bildirdi. Bir qancha yo'l bilan. U yo'llar qaysi? U bo'lsa birinchi zikru ismil ishara. İsmi isharatni zikr qilib keltirish. Ya'ni az-zikr vel hazf deganda sizlar balog'at babida o'qidinglar. Ya'ni ulaika ala hudan min rabbihim degandan keyin yana bir ulaikani keltirmasin bo'ladi. Ya'ni zikr qilmasin bo'ladi. Ulaika ala hudan min rabbihim ve vel muflihun yoki humul muflihun degan bo'lsin bo'ladi. Onda demak ismi isharani zikr qilib keltirdi bir. Va taklir va ismi isharani bas dasat bir qadim zikr bo'lgandan keyin yana bir qadim takrar keltirmasin bo'ladi. Takrar keltirdi, zikr qilib keltirdi. Mana bu bir uslub. Fa fihi tanbihun ala annahum kama sabata lahumul asaratu bil huda fahiya sabitatun lahum bil falah. Bunda yana bir ishga askartish borki, ularni hidoyatga ixtiyor qilish. Asara degan gap tafaddala yufaddilu tafdilan, tafdil degan gap. Ularni hidoyat bilan boshqalardan ortiq qilish. Faqat shularga hidoyat ustida deb hidoyatga shularni tanlash.
hidayat bilan boshqalarni ularni ortiq qilib, a'lo qilish, ortiq qilish, ularga sabit bo'lganidek, bu ortiq qilish, bu tanlash nijotlik bilan ularga sabit. Ya'ni nijotlikmi shular bilan xos. Nijotlikmi shularga ham sabit. Nijotlikmi faqat shular bilan tanlanadi. Ular Allah Teala'nın kirdiği hidayetki tanlandı, ahiretki nijotlikmi shular bilan tanlanadi degan bo'ldi. Bu ma'noni ifodalaydi. Bunun kendi ve ta'riful muflihun. Allah Teala'nınki el muflihun degan şu ulayka ala hudan rabbim ve ulayka humul muflihun degan muflihun xabarini ma'rif keltirish. Asl qoida bo'yicha xabar degan nekil keltiriladi. Ammo ma'rif keltirib qolish uchun bu boshqa nima vajidan desa, bunda jihatdan ma'rif keltirib, bunda foyda chiqadi. Ab 5-da zalikal kitob degan kitobning xabar, al kitobu xabar bo'lish sabab mukammal bil kitob deb kamalatni bildirdi degan edi. Endi ya'ni muflihun nekil ma'rif keltirishga fa fihi dalalatun bununda fa fihi dalalatun ala anna al muttaqina humun nasullezine belaga keennehum yuflihuna fil ahira. Yani muttaqilar degan sizga oxiratda nijot topudi deb xabar etgan kishilar shudir. Anladın? Yani uçakda nima deb aytamiz? Ulayka ala hudan rabbim ve ulayka humul muflihun. Yani ashular ular yani yuqorida sizga isbot etgan muttaqilar oxiratda nijot topadiganlar shulardir. Oxiratda nijot topadiganlardir shular degan bo'ldi. Yani aşu sizge ahiretinde nijot topadi deb kelgan adam, heliq adamlar shular degan ma'noni bildirdi. Yani iliflam ahdi zihni. Kama iza balaga mesela xuddi sizge bir inson sizge mudabir xabar etsa, kama iza balaga ki anna insanan qattab min ahli baladik. Sizin shahringizdan yani sizin yurtingizdan bir adam tövbe qilibdi deb xabar etsa, fastaxbarta man huwa? Kim huwa deb savol so'raysiz. Faqila an sizga javob berdi ki Zaydun at-Taib. Zeydun at-Taib deb Zeydun mubtada ve at-Taib xabar. Lekin at-Taib degan xabar elif lam bilan keltirildi. Ma'nosini degan bo'ladi desa, Zeydun huvallazi ukhbirta bi tawbatihi. Yani siz tavba qilibdi deb xabar bergan odam Zeyd u. Zeyd yani Zeyd tavba qilibdi deb xabar berilgan odamdir degan bo'ladi ma'nosi. At-Taib degan yani Zeyd siz tavba qilibdi deb xabar berilgan odamdir degan bo'ladi. Yani Zeyd siz tövbe qilibdi deb xabarini olgan shu odamdir. Endi yana bir masala bayon qiladi. Va tawsitul fasli baynahu va bayna ulaika liyubassiraka maratibahum. Endi dhamir fasl ulaika ala hudan min rabbihim va ulaika humul muflihun deki ulaika ulan muflihun o'tirisda faslni va tawsitul fasl aşı dhamir faslni o'tirga keltirish baynahu va bayna ulaika muflihun bilan ulaikani o'tirisida dhamir faslni keltirish. Nima uchun desa liyubassiraka maratibahum. Sizga ularning martabalarini ko'rsatib qo'yish uchun. Ya'ni nijot topganlar ashulayna. Hidayat topganlar ashular, nijot topganlar ashulayna desa, sizga ularning martabalarini ko'rsatib qo'yish, martaba muyda odamini ular. Degan ularning darajasi shundoq odamlar deganni bildirib qo'yish va yuraghibaka fi talabi ma talab. Ular talab qilgan narsani talab qilishga sizni qiziqtirish. Sizmi qiziqgan, ular munda qattiq marsab kelishganlar mushular. Sizmi tirishsangiz bo'ladi deganni bildirmoqchi. Va yunashitaka li taqdimi ma qaddamu. Ular ilgi qilg'ashni sizmi ilgi qilsangiz bo'ladi. Ular taqdim qilg'ashni sizmi taqdim qilsangiz bo'ladi deb sizni jallandirish, yunash degan jallandirish, aktivlashtirish uchun degan bo'ldi. Allahümme zeyyinna bi libasit taqva. Ey Allah bizni taqvolik libos bilan zinnatligin. Vahshuna fi zumrati man saddarta bi zikrihim suratul Baqara. Sura Baqarani ularni zikr qilib boshlagan kishilarning guruhiga bizni qatvatsan. Shularning jamoatiga bizni qatvatsan ya Rabbal alamin. Mana bu sanib rahimahulloh bir necha darsda bizga so'zlagan Muhtafsinin hammasi muttaqilar. Neki sifatlari haqida so'zladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.